Assalamu alaykum, suyumli qarindoshlarim. Men Mihray Rahman. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbetidan sizlarga Muhammad alayhissalomning hayot tarixi haqidagi kitob Shirin buloq sirasini bevosita o'qib tarqityapman. Tünögün biz o'qib munofiqlarning Madinaga qaytsak eng aziz odam, ya'ni izohatda Abdullah ibn Ubay va munofiqlar o'zlarini demoqchi deb izohat berilibdi. Eng xor odamni Madinadan chiqarib etadi degandiki temaga kelib to'xtagan edik. Undaq bo'lsa, davomlashtiraylik. Munofiqlarning Madinaga qaytsak eng aziz odam Abdullah ibn Ubay va munofiqlar o'zlarini demoqchi eng xor odamni, ya'ni izohatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni va mo'minlarni Madinadan chiqarib etadi deganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jang oyoqlashgandan keyinmi texcha Muraysiya, ya'ni bu izohatda suning nomi deb berilibdi, bo'yidan ayrilmagan edi. Qo'shinning suv to'shig'uvchilari kelib ketib, jiddiy suv to'shiyotdi. Suv to'shig'uvchilar ichida Umar ibn Hattab raziyallohu anhuning Jahjahul G'ifar ismli bir xizmatkori bo'lib, u Sinan ibn Vabriyu Juhani bilan navbat talashib urushib qoldi. Natijada Sinanul Juhani ansori bo'lsang kel deb to'ladi. Jahjad muhojir bo'lsang kel deb yordamga odam chaqirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni anglab, jaholiyatcha tarafbozlik da'volarini yana ko'rib chiqamsizlar, u suvni to'kib etinglar, u sesq ekan dedi. Abdullah ibn Ubay bu jadal majroning tafsilotini anglab xafa bo'lib, bir to'p Hazrajlik kishilar oldida ularning ichida imonli yigit Zayd ibn Arqam raziyallohu anhu bor edi deb izohat berilibdi. Ular, ya'ni muhojirlar demoqchi. Shundoq qildimi texi, biz ularni yurtimizga tushirdik, uy makonlarimizga boshladik. Endi ular bizni urg'udak bo'ptimi? Yaxshilikqa yomonlik degan shu. Azg'uray Xudo, biz Madinaga qaytib borgan hamon ularni Madinadan chuqum qo'qlab chiqaramiz dedi. Onda yana atrofidagilarga topiq qilib, bu xo'rliqning hammasiga o'zinglar sababchi. Ularni yurtinglarga tushirdinglar, mollaringlarni tang bo'lishdinglar. Qasam qilmanki, ularga hech narsa bermagan bo'lsanglar, albatta boshqa yerlarga ketishyapti dedi. Zayd ibn Arqam raziyallohu anhu bu gapni tag'isiga aytdi. Tag'is kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni vaqiflantirdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida Umar ibn Hattab raziyallohu anhu bor edi. U buni anglab, "Ey Rasululloh, Aybad ibn Bishrini buyrug'in, bu munofiqni yig'ishtirvasin" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilar so'z tarqitib, Muhammad o'z odamlarini o'ltiribdi desqandoq bo'ladi. "Ey Umar, hargiz unda qilg'ili bo'lmaydi. Lekin sen darhol qo'zg'alish buyrug'i e'lon qilg'in" dedi. Bu odatda yo'l yurish nihoyatda bevaqt edi. Farmonga asosan qo'shin noiloj yo'lga chiqdi. Bu chog'da Usayd ibn Huzayr raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib salom berdi va uningdan bunda g'ayri vaqtda otlanish buyrug'i berishning sababini so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Sen hiriqi jamat deshingning nima deganini uqmadingmi?" dedi. Usayd raziyallohu anhu, "U nima debdi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "U Madinaga qaytganda xor odam, ya'ni muhojirlarni qat'iy qo'qlab chiqaraman debdi-ku" dedi. Usayd raziyallohu anhu, "Ey Rasululloh, balki xohlasang Madinadan uni sen qo'qlab chiqara olaysan. Azbiray Xudo, u haqiqatan xor zabundur, sen azizdursan" dedi. Ondan yana, "Ey Rasululloh, uningga chiroyliqcha ilq muomala qilgin. Men qasam qilamanki, uning odamlari uningga shohlik toji kiygizish uchun uncha marvoyga tizayotganda Alloh bizga seni keltirib berdi. U hozir seni bo'lg'usi shohliqimni tortib oldi deb ta'tir qaravotdi" dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shin bilan birga shu kuni butun bir kun va kechasi to'xtamay yo'l yurdi. Hatto atsi kun ko'tarilgandan keyin bir manzilga tushganda qo'shin ondan jimjit uyquga ketdi.
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bunday qilishi kishilarga bekor parang silishga o'rin bermaslik uchun edi. Ammo Abdullah ibn Ubay o'z gapining Zayd ibn Arqam raziyallohu anhu orqali payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga anglanib qolganligini o'qib, uning oldiga keldi va bunday gaplarni qilg'uchi bo'lmadim, hatto ko'nglimga keltirmadim deb Allohni orqa silib qasam ichdi. Uning bilan birga kelgan ansarlar: "Ey Rasululloh, Zayd ibn Arqam texi kichik go'dak bola, uning gapini yaxshi anglay olmay, xato tushunib qolgan bo'lishi mumkin" deb uning qasamini quvvatladi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Ubayning gapiga ma'qul bo'lib, uning uzrisini qabul qildi. Zayd ibn Arqam raziyallohu anhu mundaq deydi: "Bu chaqda menga yetmagan o'y xiyollar yetib, ig'ir g'am besib oldi. Hatto uydan chiqmadim. Shu holatda Alloh taolo ular Rasulullohning yendagi kishilarni ta'minlamanglar, ular tarab ketsin" deydi. Qur'oni Karim sura Munafiqun 63-sura 7-oyatning bir qismigacha. Ular, ya'ni munofiqlar, Madinaga qaytsaq, eng aziz odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay va munofiqlar o'zlarini demakchi, eng xor odamni, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni, mo'minlarni demakchi, Madinadan chiqarib etadi deyishadi. Qur'oni Karim sura Munafiqun 63-sura 8-oyatning bir qismi degan oyatlargacha nozil qildi. Shu ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mang odam avatib, yuqorqi oyatlarni tilovat qilib berib, "Alloh seninkini rostga chiqardi" dedi. Aisha raziyallohu anhaga chaplangan tuhmat. Bani Musallaq urushi jarayonida yana Aisha raziyallohu anhaga tuhmat chaplash vaqasi yuz berdi. Vaqaning tafsiloti mundaq edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu urushda chek tashlash orqali ayollardan Aisha binti Abu Bakr raziyallohu anhumani birga ilib chiqqan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buning oldidami shunday qiladi. Qo'shin urushdan qaytib kelib etib, bir joyda kechilik qo'nalg'uga tushgan edi. Hazrati Aisha raziyallohu anha hojat ado qilish uchun kajvisidan chiqib, qaytashida hamshirasidan oriyat olgan bir munchiqni yutirib qo'ydi. Shu bilan u darhol yiliq munchoqni izlashga kirishib ketdi. Bir chog'da uning kajvisini ko'taradiganlari kelib, Aisha raziyallohu anhani kajvida bor deb o'ylab, kajvini tugik ortida qo'shin bilan yurib ketdi. Hazrati Aisha raziyallohu anha yenik bo'lg'achqa kajvining ichida bor yo'qligi kajvini ko'targuchilarning xiyoliga kelmagan edi. Chunki Aisha raziyallohu anha u chaqlarda texi kichik, yengil qiz bo'lib, eg'irligi ma'lum bo'lmagan edi. Uning ustiga uning kajvisini bir qancha kishi hamqon bo'lib ko'targan bo'lg'achqa, uning eg'ir yenikligi hech qaysiga bilinmagan edi. Navoda uni biri yoki ikki odam ko'targan bo'lsa edi, albatta bilgili bo'ladi. Shuna qilib Aisha raziyallohu anha munchiqini tepib, qo'shin tushgan joyga kelganda qo'shinning soyasi ko'rinmadi. Shung ular meni pat fursatda cho'qim istab keladigu deb o'ylab, qo'shin tushgan joyda o'tirib turdi. Alloh taolo o'z ishiga hamon g'olibdirki, u arsh Alloh ustida ishlarni xohlagancha tasarruf va tadbir qilg'uchidir. Aisha raziyallohu anha o'ltirib bir chaqda ko'zi uyquga ketdi. U toki Safvan ibn Muattal raziyallohu anhuning biz albatta Allohning igidorchiligidamiz, ya'ni Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytimiz. Qur'oni Karim sura Baqara 2-sura 156-oyat. Rasulullohning ayoli bu degan ovozi bilan tang uyg'ondi. Safvan ibn Muattal raziyallohu anhu oldingi manzilda uxlab qilib, keyinroq uyg'onib, qo'shinning keyindan yenib kelgan edi. U Aisha raziyallohu anhani mastura bo'lishning oldida ko'rgan bo'lg'achqa, yiroqdan bir ko'ribla to'nib oldi. Ondan tuyg'isini cho'ktirib, Aisha raziyallohu anhaga ishorat qildi. Safvan raziyallohu anhu Aisha raziyallohu anhaga bir ig'izmi gap qilmadi. Shuning bilan Aisha raziyallohu anha Safvanning to'yg'isiga mindi. Safvan raziyallohu anhu to'yg'isini yetlab yo'lga ravon bo'ldi. Oxir bir chaqda qo'shinning keyindan yetib keldi.
Bu chaqda qo'shin tushlik dam ilishga qo'yib o'tilgan edi. Ko'pchilik ahvolni ko'rib hang-tang qilishdi. Bebak kishilar har qaysi o'z oldiga gap qilishdi va eg'izga kelganni jo'yladi. Dal bu chaqda pastkash mal'un Abdullah ibn Ubayning ko'ngli ko'ksi yayrab, gul qahqahlari ichilib ketdi. Munofiqlikning va hasadxo'rlikning buz va buxoratlarini kang qushadi chiqarib, qo'shinning sap havosini bulg'atdi va battamni ko'z ko'rgandek to'qib, birga o'tni qo'shib yeyishga boshladi. Uning shaykillari tuhmat oid gap so'zlarni to'qib yetkizib, uni xam materiallar bilan ta'minlab, uninga yaxshicha bo'lishga boshladi. Qo'shin Madinaga yetib kelgandan keyin ular u yolg'on yavadaq so'z cho'chaklarni Madinaga pur ketkizibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zini tutib sabr qilib bir qancha kun o'tkazdi. Ondan keyin vahiy to'xtab qolg'achqa sahobalardan bir qancha kishiga Oyshadan ayrilib ketish to'g'risida maslahat soldi. Ali raziyallohu anhu uningdan ayrilib ketib, boshqadan o'linishga gap agidibroq maslahat berdi. Ammo uch ichib demadi. Osama raziyallohu anhu va boshqalar uni amirda saqlab berishni, dushmanning iqvosiga quloq solmaslikni aytdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam munbariga chiqib so'z qilib, Abdullah ibn Ubay qatorliqlarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oilasiga batnam chaplashga nim asosi borligini surishta qildiganligini aytdi. Bu chaqda Usayd ibn Uzakir Avs qabilasining boshlig'i raziyallohu anhu o'zining Abdullah ibn Ubayni o'ldirib etish o'yi borligini aytdi. Buni anglab Said ibn Ubada raziyallohu anhu Abdullah ibn Ubayning qabilasi bo'lgan Hazraj qabilasining boshlig'i deb izohat berilibdi. Ning qabilvozligi tutib, ikkilan takallish qilishib, masjidning ichida ikki qabila tutishib, ketkil tasliq qoldi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam munbardan tushib, ikki tarafga hay berib, ularni jim qildi va o'zimi jim bo'lib hujrasiga kirib ketdi. Aysha raziyallohu anha safardan qaytib kiribla og'rib yetib qolgan edi. Uning kesili bir oygacha so'zildi. U bu jarayonda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uningga ilgari kasal bo'lib yetib qolgan chaqlarda ko'rsatadigan kuyinish va hissashliqlarning sustlashib qolganligini bayqagandan boshqa, uning ustida jamiyatda taralgan batnam va so'z cho'chaklardan qilchi xabarsiz edi. Aysha raziyallohu anha biroz yaxshilanib o'rni turg'udek bo'lib edi. Bir kechasi Mistah ibn Usasning onasi Ummu Mistah raziyallohu anhaning hamrohligida sirtqa hojatga chiqdi. U yerda Ummu Mistah raziyallohu anha o'z kiyimiga putlashib yiqilib tushib, o'g'liga duoibat qilgan edi. Aysha raziyallohu anha uning o'z o'g'liga o'rinsiz duoibat qilganligiga norozi bo'lib, uningdan sababini so'radi. Ularning qilib yurgan gaplarini anglamadingmi? dedi va Aysha raziyallohu anhaga ahvolni so'zlab berdi. Shu bilan Aysha raziyallohu anha atsa atigan uyiga qaytib, ota-onasining ahvolini aniqroq o'qish uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oilasiga berib kelishga ruxsat so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan oilasiga berib kelishga ruxsat so'radi va ota-onasininkiga berib ahvolni uqdida bulduqlab yig'lashga boshladi. U shu kuni atsi ikki kecha ko'z yummay yig'lab chiqdi. Hatto u yig'laverib o'z ko'zidan ansirab qoldi. Aysha raziyallohu anhaning ahvoli ana shunda qayg'u alam ilgida o'tayotgan kunlarning birida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni yo'qlab berib, uning yonida o'tirib tashahhud, ya'ni hamdusana va shahodat o'qidi va "Ey Aysha, sen to'g'riliq turlik o'zang so'zlarni angladim. Agar sen bu ishdan pok bo'lsang, Alloh seni cho'qim aqlaydi. Agar gumonliq bo'lsang, tövbe qilgin. İnsan gunohni to'nisa va tövbe qilsa, Alloh gunohni mag'firat qiladi", dedi. Gap mushu yerga kelganda Aysha raziyallohu anhaning yig'isi to'xtab, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga "Men uchun javob beringlar" deganda qilib ota-onasi qaradi. Aysha raziyallohu anhaning ota-onasimi nima deyishni bilolmay tingirqab qilishdi. Bu chaqda Aysha raziyallohu anha
bu so'zlarga sizlar shu qadar ishongansizlarki, agar men mingni, ya'ni men pok desammi, mening pokligimni Alloh biladi. Sizlar so'zimga ishonmaysizlar. Alloh biladiki, men pok turib bu tuhmatlarni ustimga olsam, cho'qim ishinsizlar. Alloh bilan qasamki, men o'zimga tasalli berish uchun Yaqub alayhissalomning men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zinglarni ko'tirishimga Alloh madadkordir. Qur'oni Karim sura Yusuf 12 sura 18 oyatning bir qismi degan so'zni boshqa so'z topolmayman. Deblam o'rlib uyoqqa qarab yetib oldi. Dal shu daqiqada payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy nasil bo'lishga boshladi. Va birdamdan keyin uningdan vahiy suri ko'tarilib, chiroyda kulgi paydo bo'ldi. Va "Ya Aysha, xush xabar, Alloh seni oqladi. Bilginki, Alloh seni oqladi", dedi. Buni anglab, Aysha radhiyallohu anhaning onasi uningga "Tura o'rningdan turib Rasulullohga rahmat aytgin" degan edi. Aysha radhiyallohu anha o'zining pokligiga noz qilib va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uni chin qalbidan suydiganligiga ishonch qilib, "Yo'q, Alloh bilan qasamki, men faqat Allohga ta'zim bijo keltiraman va Allohga tashakkur aytaman", dedi. Allah Taala Aysha radhiyallohu anhaga chaplangan tuhmat haqida sura Nurda shubhisizki, sizlardan bir guruh odam Ayshaga bo'hton chapladi degan yerdan boshlab 10 necha oyatni nasil qildi. Bu qitim Aysha radhiyallohu anhaga tuhmat chaplag'uvchilardan Mistah ibn Usasa, Hassan ibn Sabit va Hamna binti Jahishlarning har biri 80 dan dar urildi. Mal'un Abdullah ibn Ubay tuhmatchilarning beshi va hammadan bak o't quyruqlik qilgan turuqliq uningga had, ya'ni jinoiy jazo berilmadi. Sababi shariatda belgilangan jinoiy ishlar chorasi jinoiy sodir qiluvchilarning gunohini yengillatish uchun edi. Halbuki Alloh taolo bu qitimqi gunoh sodir qiluvchilarning katta boshlariga og'ir azob borligini aytdi. Yoki uning o'ldirilishini to'sib qolgan siyosiy va ijtimoiy maslahat bu qitimmi o'z rolini joriy qildirgan bo'lishi mumkin. Shuna qilib, Madina osmonni bir oydak qoplab olgan fitna fasod, g'alva, g'udurlar va o'sang so'z cho'chak qora tumanlari taraf-tarafga tarab, havo ichilib, ko'ngillar taskin topdi. Munofiqlarning katibishi Abdullah ibn Ubay shundoq rasvo bo'ldiki, shuningdan keyin u al orasida faqat beshini ko'tarolmaydigan bo'lib qoldi. Ibn Issoq rahimahulloh mundaq degan: "Mushu vaqadan keyin heliqi badbaxt biror vaqa sodir qilsa, uning dakkisini uning o'z odamlari beradigan bo'lgan." Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Umar radhiyallohu anhuga: "Qandoq ey Umar, navoda Abdullah ibn Ubayni o'ltirib etayli degan chig'ingda o'ltirib etgan bo'lsa, norozilik ko'p bo'ladi. Mana endi o'ltirib etishning hojati qolmadi", dedi. Bu vaqtda Umar radhiyallohu anhu: "Asbray Xudo, endi bildimki, Rasulullohning amr farmoni mening o'ylaganlarimdan ko'p hikmatlik ham xayrli ekan", dedi. Navbatdagi tema Muraysi jangidan keyin avatilgan qo'shin va lashkariy yurishlar. Kechirsizlar, gallarim bir oz qurib, ovozlarim biza bo'g'ilib, tasi yaxshi chiqmayotidi. Asosligi mazmun bo'lgandan keyin kechirib o'qishinglarni umid qilaman. Birinchi Abdurahmon ibn Avf qo'shini. Hijriyaning 6-yili Shaybonda Dumatal Jandaldagi, ya'ni Kalb diyorida ularni islomga da'vat qilishga avatildi, debdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shin yo'lga chiqish oldida Abdurahmon ibn Avf radhiyallohu anhuni oldiga chaqirib, agilib o'tirg'izib, o'z qo'li bilan uningga sal o'rab kiydirdi. Anda uningga lashkariy ishlardan eng odil tartiblarni topilib, agar ular sana qarshiliksiz itoat bo'yinlarini aksa, ularning boshliqining qiziga o'ylangin, dedi. Abdurahmon u yerga yetib berib, 3 kun turib ularni islomga da'vat qilgan edi. Ular birdek musulmon bo'lib, itoat qo'llarini sundi. Shuning bilan Abdurahmon radhiyallohu anhu Tumazir
binti Asbah, ularning qabila boshlig'ining qiziga o'ylandi. U Abu Salama ibn Abdurrahmonning onasidir. Tumazirning otasi Asbaq ularning ichidagi to'liq huquqli sardor edi. İkincisi Ali ibn Abu Talib qo'shini Hijriyaning 6-yili Shaybonda Fadakdagi Bani Said, ya'ni Ibn Bahri qabilasini avatildi. Sababi u yerda bir bo'lak kishilar musulmonlarga qarshi yahudlarga hamdamda bo'lib o'tibdi degan xabar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga anglandi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga Ali radhiyallohu anhu boshchiligida 200 kishini avatdi. Bu qo'shin kechasi yo'l yurib, kunduz yo'shirinib mengib, oxiri yo'l ustida ularning bir ayg'oqchisi qo'lga tushirildi. Uning oshkorlashicha, Bani Said xalqi uni Haybar hurmasidan ma'lum o'lishga erishish sharti bilan musulmonlarga qarshi ularga hamdamda bo'lish taklifini bergili avatilgan. Shuning bilan u musulmonlarni dushman to'plashgan o'ringa boshlab berdi. Ali radhiyallohu anhu ularga ushtumtut hujum qo'zg'ab 500 to'yga 2000 qo'yni qo'lga tushirdi. Buni Said xalqi butunlay qochib ketdi. Bani Said xalqi butunlay qochib ketdi. Ularning boshlig'i Babdi ibn Alim degan kishi edi. Uchinchisi Abu Bakr Siddiq yoki Zayd ibn Haris qo'shini Hijriyaning 6-yili Ramazonda Vadil Quraga avatildi. Sababi u yerdagi Bani Fazara aymiqi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qaslab o'ldirishni planlagan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni avatdi. Salima ibn Akbai radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Abu Bakr ya'ni radhiyallohu anhu ning qo'shinida birga chiqqan edim. Biz u yerga yetib borgan kuni sahar bomdod namozini o'qib bo'libla ularga 10 yuzlik hujum qo'zg'ab bir suv bo'yiga surib bordik. Abu Bakr u yerda qarshilik ko'rsatgan bir bo'lak kishilarni o'limga buyurdi. Men ayollar, bolalar aralash bir turkum kishilarning qechib tog'dan eshib ketayotganligini ko'rdimda, darhol ularning oldiga o'q uzib ularni to'xtatdim. Bularning ichida Ummu Firfa ismli bir xotinning nihoyatda go'zal, sohib jamol bir qizi bor ekan. Men ularni haydab kelib edim. Abu Bakr radhiyallohu anhu yirqi qizni menga iltifot qilib etdi. Men uning tehi yuzini ochmagan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni mendan so'rab olib, Makkada mushriklarning qo'lida qiynalayotgan musulmon asirlarga almashtirdi. Ummu Firfa ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qaslab o'ldirishga tayyorlik qilayotgan 30 kishining qurol yaroq va boshqa ta'minot bilan ta'minlagan Hazazul xotin edi. Shunga u bu qitim tegishli jazosini yedi. 30 odammi saq qolmadi. To'rtinchisi Kuruz ibn Jabril Fihri qo'shini. Bu qo'shin mushu yili Shavdonda Urayna qabillik bir o'chum kishilarga qo'llab zarba berishga avatildi. Voqeaning jarayoni mundaq: Ukli va Urayna qabillaridan bir uchuq buzuq odamlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib musulmon bo'lganligini aytdi. Ular Madinada bir mahal turgandan keyin ularga Madinaning havosi yoqmay og'rib qolishdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni yayloqdan to'ygilarga qarshi bergach, ashu to'ygilarning suti va suydiklaridan ichishga buyurdi. Ular u yerda berib saqib elibla payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning podachilarini o'ldirib etib, murtad bo'lib, sadiqa to'ygilarini aydab qechib ketdi. Ular musulmon bo'lgandan keyin mushrik bo'lishdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni qo'g'lash uchun sahobalardan Kuruz ibn Jabril Fihri radhiyallohu anhu ni 20 otliq bilan avatdi va ularga duo qildi. Ya Alloh, ularning yo'lini oxiri yo'q, tuyuq yo'l qilib atgin va ularning yo'lini chig'ir yo'ldanmi tar qilib atgin dedi. Alloh taolo ularning yo'lini haqiqatanmi ezg'tirib atgan edi. Chunki ular uzoq o'tmay Kuruz ibn Jabril Fihri radhiyallohu anhu ning qo'liga tushib qoldi. Shuning bilan ularga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning potichilariga qilganiga o'xshash chora ko'rilib o'ldirildi. Sahihul Buxoriy
ada Annas radhiyallohu anhudan mushunga o'xshash bir hadis rivoyat qilindi. Xo'sh, mana bular Ahzab urushi va Bani Qurayza urushidan keyin avatilgan qo'shinlar va elib berilgan lashkariy harakatlarning tafsilotidir. Hech qaysida ig'ir o'lim, yetim yoki qurolliq elish bo'lmadi. Yuz berganlarmi oddiy tirkishishlar edi. Xulos qilib aytganda, mazkur lashkariy harakatlarning hammasi shu kamga qadar o'z xudini topmayotgan muhambar dushman kuchlarni va yoki qaroqchi bidavlarni qo'rqitib, o'rig'i jimiqtirib qo'yish uchun elib berilgan fasl xarakterlik chorlab kuzatish harakati va yoki ularni adablash harakatidan iborat edi. Ayni chog'dagi konkret shart-sharoitlarga nazar solgan bo'lsak, Ahzab urushidan keyinla davr yo'nalishida o'z zo'r o'zgarishlarning bo'lganligini, mushriklarning ma'naviy kuchi barabar xo'rab, islom da'vatini to'sish va uning shon shavkatini yerga urish yomon niyatdan qadam voz kechishga boshlaganligini ko'rib olamiz. Mana bu yakunimiz ikki taraf o'tirsida Hudaybiya sulhi isining imzolanishi bilan isbotlandi. Chunki sulhi tuzish, kelishim imzolash deganlik mushriklarning uzoqdan beri qon kechib, jang qilib kelayotgan ashu musulmonlar qo'shinining harbiy va siyosiy o'rnini e'tirof qilishi deganlikdir. Shundaqla bu islom dinining Alloh taolaning ziminidan qonunli holda o'rin olganligini tarix sahifasiga putganlikdir. Tüven növetteki temimiz Hudaybiya vaqasi. Hudaybiya vaqasi. Hudaybiya umra hajining sababi. Hijriyaning 6-yili Zulqayda. Yaqindan bu yanqi Arab yerim araldagi o'zgarishlar musulmonlarga foydali tarafga yuzlangan siri cho'ng fathi bishoratlari va islom da'vati samarlari bara-bara oshkor ko'rilishga boshladi. Bo'libmi 6 yil mobaynida mushriklar tarafidan cheklab qo'yilgan musulmonlarning diniy ibodatlarini Masjidil Haram Kaybada ado qilish huquqini asliga keltirish ishlari oldin-ola bir-birlab ishlashga boshladi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tushida ashablari bilan Masjidil Haramga kirib, Kaybaning ochqichini qo'liga oldi va hammaylar birlikda Baytullohni tavob qilib umra qilishdi va o'zaro boshlarini tushirib ihromdan chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu tushni sahobalarga aytib berib edi, ular xushal bo'lib ketdi va bu yil cho'qim Makkaga kiralaydiganmiz deb o'yladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga o'zining umriga chiqadiganligini uqtirib edi. Kishilar jiddiy safar saramjonlarini taqlab tayyor bo'ldi. Umra haj chaqiriqi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madina va uning atrofidagi yezi qishloq aholilarini umra hajiga chiqishga chaqirgan edi. Sahra badavillarining ko'pinchisi vaqtida ulgurib kelolmaganligi uchun ularga saqlamay kiyim-kechaklarni yuyg'izib Madinada o'z o'rinda Abdullah ibn Maktum radhiyallohu anhuni yana bir rivoyatda Lays radhiyallohu anhuni qoldirib Hijriyaning 6-yili Zulqaydaning 1-kuni dushanba saharda 1400 yoki 1500 sahoba bilan Madinadan yo'lga chiqdi. Ayollaridan Ummu Salima radhiyallohu anhani ilib oldi. Odatda musofirlar safarda izohatda kutilmagan voqeadan saqlanish uchun debdi. Ilib oladigan qiyniga silingan qilishdan boshqa hech qanday qurol yaroq olmadi. Xo'sh, qarindoshlarim, bevosita o'q tarqitishni mana shu yerda to'xtay, yarim soatcha vaqt bo'lib qolibdi. Davomini lekin yana davomli bo'lib o'qib tarqitaman. Chunki maqsad mushu Ramazon kunlarida Muhammad payg'ambarimizning bu hayot tarixini o'qib tugutish shuni niyat qilgan. Shunga balkim yana bir 15 minutlardan keyin yana davomli tarqitishim mumkin va yoki
bir soatdan keyin tarqatishim mumkin. Ma'qul emsa Allohga omonat, hammanglarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. At görüşelim.